Qoni qaynagan obunachilarim uchun bitta Neta GT 560 Lite pozitsiyasini topib qo'ydim. Do'stlar, buni ko'ringlar. Полностью faralar, LED faralar, xavfsizlik tizimini ko'ringlar. 8 ta parkovочный radar, millimetroviy radar, 3 ta ultrazvukoviy radar. Balonlarini ham ko'ringlar. Michelin o'zini original balonlari turibdi. Sababi mashina bor yo'g'i 6000 km yurgan xolos. Mashinani bitta ichini ko'ramiz. 6667 km yurgan. Mana ko'ringlar. Sportivniy kaushuvli sideniyalar. Polni ichkari alkantara qo'shuv koja bilan jihozlangan. Mana ko'ringlar, mana bunaqalari koja va mamliklari alkantara bilan jihozlangan. Saloniga keladigan bo'lsak, tonirovka 11 oy ruxsati bor ekan. Do'stlar, bu mashina 170 kW motor bilan jihozlangan. Mashina 560 km yuradi deyiladi. Orqalarini ham bitta ko'rishingiz mumkin. Orqalarini qanaqangi ajoyib turishini ko'rishingiz mumkin. Sig'imi 150 litrdan oshiqroq ko'rsatilgan, lekin haqiqatdan sig'imli, ancha sig'imli bagajnik ekan. Orqalaridan bitta ko'ringlar. Mashina poyga mashina bo'lgani bilan, lekin 4 kishi sig'adigan bemalol joyi bor. Mana bitta suriladi va mana bu yerda bitta knopkasi bilan mashinaning sideniyasi polni oldiga taxlanadi. Mashinaning oldi kapoti va ikkita krillosi va buferi broneplyonka qilib qo'yilgan ekan. Mana shu broneplonkasini yechib bemalol ko'rib olishlari mumkin. Tegi ham kraskalari polni toza deyishyapti. Bejizga va bunaqangi raketani emblemasini qo'yib qo'yishmagan. Sababi bu mashina 6 sekundda 100 ga chiqadi deyilgan. To'g'ri, 2 sekund emas, lekin puliga yarasha juda ham zo'r, jirni poyga mashina desa ham bo'ladi. Egalari bilan gaplashdik. Batareykalariga 100% deyishyapti, javob berishyapti. Kraskalariga 100% javob berishyapti. Ancha talashli egalari bilan va bu mashina narxini 22,5 ming qilib belgiladik. Srochniy pastlik mana telefon raqamlariga telefon qilasizlar, bu mashinani baraka qilib olamiz.